Ozod mahallasidagi nechinchi maktab? 18. Nechinchi yilda qurilgan? Bu 60-yillar qurilganda. Necha o'rinli? Bu 440 o'rin. Loyiha quvvati. 440. Nechta bola o'qiydi? 1000 ta. 1000 ta. 2 koeffitsiyentdan yuqori. Ha. Ertalabdan kechgacha mana shu to'liq dars bo'ladi, boshqa ilojim yo'q. Mana shu zaxlar mana shu yergacha kelgan. Bularni har chorakda men sizga aytayapman, remont qilyapman. Ilojim yo'q. Bola ham bir normal joyga kelish kerak-da. Bu bola ham o'qiyotganini his qilish kerak. Shu bolaga yomon ko'rsatmaylik deyapmiz xonalarda. Ular pulni olib ketmasinlar. Pulni olib ketmasinlar. O'zi aytmasin ertaga bu loqayd odamlar nima bizga zaxti hisobida. Har oy biz remont qilamiz. Iloji yo'q mana boshlar. Fundament yo'qolib boryapti. Qo'rqadi ham odam. Qo'rqadi. Mayli, remont qilaveramiz, remontdan qo'rqmaymiz. Lekin buni qarang. Ana, tushib ketyapti. Tushib ketyapti. Shular qanday qilamiz? Hadi qilyapmiz. Remont. Ha, siz o'qigan. Necha yil bo'ldi bitirganingizga? 35. Nima o'zgardi maktabda? O'zgarish yo'qda, shu işte bo'lmagan. O'zgarishida? O'zgargan yo'q. Shu holatlar, shu xonalar mana bular mana yaqinda bo'ldi. Mana bu bizda aktiv zal yo'q, sport zal yo'q mana. Buna kartina qo'yib, bundan sahna qilib zalday qilaman. Ilojim yo'q. Bular ham xalqning bolasi. Bular ham o'ynash kerak, kulish kerak. Ha, tepadan chapga o'tib, devordan oqib, shunday ho'l qoldi, ko'llar. Yes. Qani ko'rsatingchi. Chapga o'tyapti. Mana shu yerda. Lekin mana men katta stoldan olmayman. To'g'risi. Buni topib kelaman shu bolalar uchun. Qayerda bo'lsa. Lekin men gunoh qilmayman. Gunoh qilmayman. Bu bolalar uchun jonimizni beramiz. Ular ham aybi yo'q ularda. Biz aybi. Ki 1,5 metr, 2 metr pastda qolibdi-da maktab. Stadion ham stadion qarang. Bunga bola qanday sport bilan shug'ullanadi? Qanday may degani hech narsaga talabga javob bermas. Lekin biz mas'ulmiz, shu yerda javob beramiz. Hamma narsani qilishimiz kerak bolalar uchun. Qo'limiz yetgancha qilyapmiz. Mana, ilojim yo'q. Bola ham bir narsa ko'rish kerak-ku. Bizning maktabimizda hozirgi kunda hamma maktablardagi kabi sharoitlar yo'q. Hamma xonalar zax, pechkalar yoqilmaydi. Yoqilgan taqdirda ham isimaydi. Bizning maktabimizga boshqa maktablardagi kabi sharoitlar bo'lishini biz ham xohlaymiz. Biz ham yangi maktablarda o'qishni, chiroyli partalarda o'tirishni xohlaymiz. Ustoz, sizdan iltimos bu gaplarni Toshkentdagi vazirlarga ham yetkazib qo'yishingizni iltimos qilib so'raymiz.